nima qilish kerak? Novostroyga dom qurish kerak. Bu yerda quramiz. Biz ustalar bilan любой narsa quramiz. Bu shayfani oldiga aptekani biz qurgan. Menga qara, o'zi dom qurishga puling bormi? Odamlar pulni yig'amiz, o'zini puliga qurib beramiz-da. Ko'pchilik shuna qilyapti-ku o'zi. Ya, to'g'ri lekin. Menga qara. Dom qura olamizmi o'zi? Ha, molxona qurganmiz-ku. Dom ham molxonada qurilyapti-ku. Raqsi. Sen nima qilyapsan, Ganduras? Ha, ko'ylayapman. Ha, tuprog'i menga tushyapti-ku. Ha, nima qilay unda men hozir? Bu yerdan kovla. Ha, bu yoqdan ko'ylash kerak. Ha, bu. Ha? Endi saniki meniki tushyapti-ku. Haqiqatan, 50 chaylik kalla ishlamayapti. Damaydi. Qachon bitadi? Ha, mana katlavan ishlar bo'lyapti hozir. Ha, uylangan nima? Oting nima edi? Tavakkal. Ha, Tavakkal Gardon. Tavakkal Gardon. Zilzilaga kim bilamaydimi? Конечно, 9 balgacha chidaydi. Menga qara. Shu zilzila biladi-ku. O'shani balni kim qo'yadi? Hakamlar hayat qo'yadi. Ravshan Ermatov ham qo'yadimi? U ham hakam-ku. Men qayerdan bilaman? Toshkentga faqat 4 qo'yadi-da, 5-6 qo'ysa bo'lmaydimi? Chiroyli-ku. Nima bu? Dinamit. Shuni zajgalka bilan yo'qasanda, paxeni ichiga tiqasan, bitta portlaydi, katlavon tayyor bo'ladi. Yo'q. Ma tez tiq. Oldimga keling. Bo'ldi. Chotki. Zajgalka qani? Paxira tiqdim. Dinamit top keldingmi? Ha, nima bo'ladi? Inangni yeri bo'ladi, qara, nima bo'lishini. Qara! Bizni uy nechinchi etaj? 34-etaj. 34-etajni kecha sotmaganmidi? 5 ta odamga sotdi. Mashka. Bu uylaringizni kadastri chiqdimi? Kadastr chiqdimi? Kadastr bilmaydi. Tilla menimcha. Ay yo'q, yerda nima chiqsa sizlarniki degandingiz-ku, kadastr chiqsa bizniki bo'ladi. Hey dada, bularingiz g'irt mashinnik-ku. Undan ko'ra Sergeli Qumarqdagi Tavrabni olsangiz bo'lardi-ku shu uyni. Yonida aeroport bilan metro ham bor. Yo'q-e? Ha, remonti ham tayyor, kadastri ham bor. Shundoq kirib yashardik dada. O'g'lim pulim yetmaydi-da. Dada, boshlang'ich 25-30% pulini to'laymiz. Yetmagan qismini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lab yurardik. Uyni ham nomingizga sirazi o'tkazib berardi. Nima bo'ladi o'zi? Jiddami? Tavakkal, kadastr chiqdi-yu. Aka, kadastr olmaysizlarmi? Kadastr? Biz kadastr olmaymiz, tilla olamiz. Bizda kadastr bor edi-da. Oling.